Assalomu alaykum. YouTube, Facebook, Instagram, TikTokdagi meni klientlarim, meni mijozlarim. Alhamdulillah, Allohga shukr. Rossiya Federatsiyasi Grozniy shahriga mana stanovlarimizni eksport qilyapmiz. Mana shu akamizni tanishi bor ekan. Mana assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Akasiz ishlar bo'lyaptimi? Aka stanovlarni ko'ringchi mana aka. Akamiz bilan Xudo xolasa sifati yaxshi, stanovlarni shunaqa olyapmiz. mana shu akamiz mana shu akamizni mana shu O'zbekistonlik odam Rossiya Federatsiyasi Grozniy shahrida ishlayapti-ku. Oqqon ishlab chiqarish, qandolatchilik, keyin boshqa o'zbek milliy taomlardan shularni yo'lga qo'yyapti-ku. Mana shu yerda mana oqqon stanovlarni biz jo'natyapmiz. Andijondan Nodirbek Hakimov, alhamdulillah, Allohga shukr, yurtboshimizga katta rahmat, shunchalik sharoit yaratib berganiga, xalqiga, bola chaqasi baxtiga tinch bo'lsin. Andijondan Nodirbek Hakimov, O'rta Osiyo bo'yicha dastlabkilarimiz bor. Naqd pulga, plastika pirislarga savdo qilamiz. O'zbekiston bo'yicha dastlabkilarimiz bor. Naqd pulga, plastika pirislarga savdo qilamiz. Rossiyani alhamdulillah, Allohga shukr, mana Allohga shukr, Rossiyani shu Rossiya shahri, Grozniy shahriga chiqardik. Keyin xohlasanglar aka O'rta Osiyo, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga, Turkmanistonga, Turkiyani xohlagan yerlariga mana qilib Xudo xolasa kelishilgan holatda olib borib beramiz. Inshaalloh men Andijondan Nodirbek Hakimov aka ko'ringchi, mana aka Xudo xolasa mana shu akamiz sababchi bo'lib, avvalambor Alloh, mana shu akamiz sababchi bo'lib ham yaqinlariga ana shunaqa jo'natyapmiz. Har qancha zakaz bo'lsa, kommentariyaga yozaverasizlar, nomerlarimizni yozib qo'yganmiz. Yaxshi rak bosib qo'yasizlar. Xursandchilikda aka. Boshqa pul-mulinglar kerak emas akalar. Akalar yaxshigina ko'rishguncha.